bu videoni borku faqat qizlarim manga emas hammaga jo'natmoqchiman, maqtanmoqchiman. Mana shu yerda qizlarim bizlar yo'qligimizda mana shu yerda gilam, parda, hamma narsani berib yuborgan ekan. Mana hozir kelib tushab ketdi, qarang. Shunaqangi chiroyli mana Kamola, Ra'no, Nigora, qaranglar, rozi bo'linglar mana mehnatlaring, asarlari, mana gilamlar ham hamma narsa top-toza bor, pardalar ham. Mana Hasan ukalaring ham ko'rib xursand bo'ladi. Hamma joyga mana ozgina nima deydi, showroom qilamiz. Mana bu yerda ham qara, ayang gullarni qanday qo'yib hammasiga. Eng asosiysi mana ko'rasizlarmi, gilamlar hammasi top-toza bo'ladi, jonlarim men ana. Xuddi bir kelin-kuyov uyga kirib qolgan o'xshab, endi bizlar ham ayang bilan bizlar kelin-kuyov qilib qo'yapsizlar. Mana oshxonalarda ham hammasini gilamlarni, pardalarni hasanlarim xuddi bundan 5 yil avval ko'chib kelganimizda shunaqangi tiniqlik edi-da. Mana bu yerda ham ayang ham, "Ha, Yulduz, horma."